To'xta Zahroxon. Bu piyodalar o'tish yo'lakchasida yashil chiroq yonsa ham avtomashinalar unga yurishi mumkin. Nega yonib? Chunki bu yerda hammaga yo'l berib, unga burilish mumkin belgisi o'rnatilgan. Shu sabab yashil chiroq yongan bo'lsa ham avtomashinalar to'xtaganiga ishonch hosil qilib, keyin yurish kerak. Mana to'xtashdi. Endi ketdik. O'tir Zahroxon, singlim, o'tir. Bilasanmi? Agar mashinani tursang, birdaniga tormoz bersa, baxtsiz hodisa yuz berishi mumkin. Shuning uchun mana bu kamarni olib, mana bu yerga taqib, joyingda to'g'ri o'tirish kerak. O'tir Zahroxon, singlim, o'tir. Zahroxon, aslo lyukdan yoki oynadan boshingni chiqarma. Bu juda xavfli. Bolajonlar, shunday oddiy, lekin muhim qoidalarga amal qilishni esingizdan chiqarmang. Xayr!